Hozir sizlar bilan bedana yeymiz. Oji olib kelibdilar. Mana bunaqa. Ichiga qiymasi qaranglar. Yeganmisizlar? Ishi zo'r. Mana bunaqa pirolovka bilan birga qiyma bilan qilingan ekan. Pirolovka sho'rma. Albatta. Piyoz. Hammalar qolgan nonlar yesa kerak. Bu bilan. Albatta kofe. Kofesiz hayot yo'q. Bu bilasizlar, tovuqqa o'xshaydi, lekin mazaliroq, qanaqadir yog'liroq. Shunchaki biroz foydaligi, bilasizlar, immunitet oshiradi. O'shani sizlarga ko'rsatib bo'lishkim keldi. Mana yaxshi narsa. Bundan sho'rva tayyorlab yesam bormi? Yo'q, baldim yo'q ishni. Mana ko'p narsa yaptım da. Sizlar shunaqa bo'lganmisizlar? Qizil paytimda hech narsa yemasdan irg'itib, hamma narsa yegan ketganmisizlar. Men masalan, qizil paytimda qo'y go'shti yemasdim, baliq yemasdim, mantiq irg'itib yegandan keyin, chiqib bo'lgandan keyin o'zidan o'zi baliq yegim keldi. Organizmga qanaqa yemasangiz, o'sha vitaminlar yetishmas ekan. Va organizm xohladi. Shu baliq yeydigan, qo'y go'shti yeydigan, yog'li ovqat yeydigan bo'lib ketdim. Umuman yemasdim. O'zimizda shunaqa ovqat qilingan kuni men rol topib berdim. Menga ovqat tanlamasdan yeydigan odamlar. Va ayni ovqat masalasida uyalmaydigan ovqat. Masalan, mehmonga boshida bir qilib uyaladi. Shu kun uyaladilar. Och qolib qaytadi. Ovqat masalasida uyalish kerak, tortinish kerak. Lekin kelyaptimi, qorning ochmi? Yeyish kerak. Hisoblayman. Nega tekkandan keyin qo'llar pastigi hayotda 360 gradus o'zgartirdi. Men juda gapirmaydigan, og'ir bosiq qiz bo'lganman. Hatto qayna metallar. Zirko maslar. Bir narsa deydi. Va sekin kelin bo'lgandan keyin gaplashish kerak. Hol so'rashingiz kerak. Qanday narsa bo'ladi baribir. Gapga javob bo'lishingiz kerak ekan. Shunaqa bo'ldi. Sizga qiymasini men kutibman. Yog'li ekan. Qaranglar. Haqiqatan qiyma, mana ozgina yog' ham solishgan. Yog' emas bu. Nimadir, lekin yeyman. Gap so'z bo'lishi kerak emas. Juda mazali.